Ba'zida huquqiy masalalar bilan yolg'iz qolamiz. Shunda qayerga murojaat qilishimiz kerak? Sudga ariza yozishim kerak. Qayerga murojaat qilishni bilmayman. Buning uchun yuridik klinika bor-ku. U yerda biz fuqarolarga huquqiy, bepul va beg'araz yordam beramiz. Yuridik klinika bu fuqarolar uchun huquqiy ko'mak maskanidir. Yuridik klinikaga onlayn va offlayn murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatlar dushanba kunidan juma kuniga qadar soat 10:00 dan 15:00 ga qadar qabul qilinadi. Bizga masofadan turib ham murojaat qilishingiz mumkin. Yuridik klinika kol markazi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va o'z savolingizga javob oling. Bizda murojaatlar talablar tomonidan ko'rib chiqiladi va professor o'qituvchilar tomonidan tekshiriladi. Bizning manzil Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi 35-uy, Toshkent davlat yuridik universitetining 1-binosi, mo'ljal Amir Temur xiyoboni.